Assalomu alaykum barchangizga. Sizlarga yana iqtisodchilar ro'yxati. Unga bo'lsa darslarni boshlash oldin har doimgidek bir xil gaplarni aytaman. Ya'ni o'yin ekraningizni o'ng past burchagida Telegram kanalingiz link turibdi. Unga bo'lsa mavzuning nomini aytadigan bo'lsam, bozorning tuzilishi. Bugungi zamon iqtisodning asosiy bo'g'ini desak bo'ladi. Bu bozor haqida gaplashamiz. Yana aytib o'taman, bu barcha temasida yozilyapti. Darslarimiz to'rtta qismga bo'linib o'tilishi mumkin. Demak, darsni boshlagan bo'lsak, bozor so'ziga ta'rif beradigan bo'lsak, demak o'zimiz mantiqqa o'ylaylik. Biz bozorda nima qilamiz? Bozorda biz tovar sotib olamiz yoki tovar sotamiz. Agar sotuvchi bo'lsak, bu degani bozor bu sotuvchi va sotib oladigan shaxslar, ya'ni iste'molchilarning birlashgan joyi, uchrashadigan joy desak bo'ladi. Endi uni kitob tilida endi bozor ta'rif bersak, bu ma'lumot tovar yoki xizmatlarning xaridorlari va sotuvchilari bir joyda jamlangan guruh. Biz ta'rif berganday, mana xaridorlari va sotuvchilari jamlangan joy. Endi biz bilamiz, bozorda nima kuchli bo'ladi? Raqobat kuchli bo'ladi. Demak, bu yerda raqobatga asoslangan bozor haqida ta'rif bermoqchi. Bu ko'plab xaridorlar va sotuvchilarning alohida bozor narxiga ahamiyatsiz ta'sir ko'rsata oladigan bozor. Bu raqobatga asoslangan bozor hisoblanadi. Demak, bozorning juda ko'p ta'rif berishimiz mumkin. Bu ikkinchisi, bozor ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar. Ishlab chiqaruvchi zavod, korxona, iste'molchi biz, sotuvchi va xaridorlar. Sotuvchi ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotni sotadiganlar, xaridor biz sotib olamiz. Biz bozorda xaridor, bozorda tashqari iste'molchi hisoblanamiz. Keyin mantiq hisoblanadi. Bozorda sotib olamiz. Endi bozorga yetib yeymiz, ya'ni iste'mol qilamiz, o'shanday. Demak, o'sha sotuvchi va xaridorlar o'rtasida pul orqali ayirboshlash oldi-sotdi jarayonida bog'langan iqtisodiy munosabatlar deymiz. Ya'ni biz eslatib o'taman, shaxslar, bozorda sotuvchi, xaridorlar barchasi iqtisodiyotning subyekti hisoblanadi. Iqtisodiy jarayonlarda bevosita qatnashadi. Demak, ishlab chiqarish, yaratgan turli-tuman mahsulotlar va ko'rsatilgan xizmatlar iste'molchilarga to'g'ridan-to'g'ri emas, balki bozor orqali yetib boradi. O'sha bozor ishlab chiqarishni iste'mol bilan bog'laydi, chunki hech bir narsa tekinga berilmaydi. Uni bozorda pulga sotib olish talab qilinadi. Chunki bir maqol borki, xalqimizda hattoki mushuk ham ko'shkga tekinga chiqmaydi deydi-ku, o'shanday. Xo'sh, bozorning o'zining funksiyasi, ya'ni o'zining vazifalari bor. Ishlab chiqarishchilar tomonidan yaratilgan tovar va xizmatlarning iste'molchilarga, iqtisodiy resurslarni esa ishlab chiqaruvchilarga yetkazib beradi bozorimiz. Bu nima degani? Ya'ni ishlab chiqaruvchi aytgan zavodlar yaratgan tovar va xizmatlarni, endi xizmat bu o'zimiz tushunamiz, ko'p e'tiborimiz yetkazib berish xizmati va shunga o'xshash narsalar iste'molchilarga, ya'ni bizga yetkazib beradi. Bozorning birinchi vazifasi. Iqtisodiy resurslarni esa ishlab chiqaruvchiga yetkazib beradi. Agar resurs bo'lmasa, ular bizga biror bir tovar ishlab chiqara olmaydi. Ya'ni ishlab chiqaruvchilarga yetkazib beradi bu yerda. Ikkinchisi, resurslarning erkin harakatini ta'minlash va ularni tarmoqlar o'rtasida taqsimlash. Xo'sh, bozorda insonlar, xohlagan iste'molchi korxona bo'lishi mumkin, shaxs bo'lishi mumkin, o'ziga yetarlicha mahsulotni sotib oladi, uni ortiqcha sotib olmaydi. Ya'ni bu ularni erkin harakatini ta'minlaydi va ular tarmoqlar o'rtasida taqsimlaydi, to'g'ri taqsimlaydi. Esingiz bo'lsa, birinchi darsimizda rejali tizim haqida gapirdik. Bu rejali tizim davlat boshqaruvida bo'ladi. Ortiqcha isrofgarchilik bo'lib qolishi mumkin edi. Rejali tizimda, bozorda esa unday bo'lmaydi. Hamma o'ziga yetarlicha oladi. Uchinchisi esa ishlab chiqarishning uzluksiz takrorlanib turishini ta'minlaydi. Ya'ni o'sha resurslar ishlab chiqaruvchilarga yetib boradi, ishlab chiqaruvchi yana tovar ishlab chiqaradi, tovar ishlab chiqargandan keyin sotiladi. O'shandan tovardan tushgan pul yana asosida aylanib o'sha iqtisodni davom ettiradi. Va oxirgisi iqtisodni tartibga solish. Iqtisodni tartibga solish bu inflyatsiyalar bo'lmasligi, davlatda inqirozlar yuz bermasligi, o'sha narsalarni oldini oladi bozor iqtisodiyoti kuchli bo'lgan davlatda. Demak, o'sha quyi savolga eshitgan ko'pchilik javob bergan ekan. Bozor tizimining asosiy afzalligi bu albatta raqobat samaradorligini oshishi. Bozor iqtisodni tartibga solib turadi deymiz, lekin bozorni ham tartibga soladigan o'zining to'rtta mexanizmi bor. Bu birinchisi narx. O'sha bozorda narx
belgilangan tartibda belgilanmasa, ya'ni 10 minglik mahsulot ertaga 20 ming ko'tarib ketsa, bozorda tartib hosil bo'lmaydi. O'shanda talab va taklif. Endi bu keyingi darsimizda talab va taklif haqida bo'ladi. Bugun sizlar vaqtincha bozor haqida gaplashamiz to'liq va raqobat. Raqobat bu o'sha bozorning asosiy poydevori ustuni hisoblanadi. Keyingisi bozorda pul vositasi ayirboshlash, ya'ni oldi-sotdi munosabatlari paydo bo'ladi. Bir tovar pulga ayirboshlasa, bu shu pulga qaytadan boshqa tovar sotib olinadi. Tovar pulga ayirboshlanganda sotish operatsiyasi, ya'ni siz tovar sotasiz va pul olasiz. Bu sotish operatsiyasi. Teskarisi pul tovarga aylansa esa bu sotib olish, xarid etish operatsiyasida yuz beradi. Ya'ni iste'molchi sizga tovar sotyapti, bu u uchun sotish operatsiyasi. Siz iste'molchi xaridordan narsa sotib olyapsiz, pulingiz tovarga aylanyapti. Bu siz uchun xarid operatsiyasi hisoblanadi. Ikki tomon uchun ikki xil. Demak, ishlab chiqarish yaratilgan mahsulot va xizmatlar bozorda tovar shakliga kiradi. Tovar bu nima? Tovar bu bozorda sotish uchun chiqarilgan narsalar tushuniladi. Barcha bozorda sotiladigan barcha xizmatlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, barcha narsalar bular tovar hisoblanadi. Hattoki sizning xizmatingiz ham bozorda tovar deb hisoblanadi. Endi bu bozorning asoratlari shundan iboratki, u cheklangan resurslar sharoitida ehtiyojlarni kam mehnat sarflagan holda va to'laroq qondirish imkoniyatini beradi. Ya'ni sizning bozordan kelasiz, o'zingiz ehtiyojlarni qondirish uchun resurslar, tovarlar xarid qilasiz, bir xil o'zingizga yetadigan qiymatda va ortiqcha kuch sarflamaysiz. Demak, bozor iqtisodiyotining o'zining subyektlari aytganimdek, uy xo'jaliklari, biznes tadbirkorlik sektor, ya'ni xususiy sektor bor, tadbirkorliklar, o'sha xaridorlar, biz uy xo'jaliklari o'sha xaridorlar, sotuvchilar bu biznes tadbirkorlik sektori bo'lishi mumkin. Davlat ham bor, davlatning ishi ham bor bozorda, buni bilmasligimiz kerak. Xo'sh, davom ettirsak, sizlarga bir narsa eslatmoqchiman. Iqtisodiyotning subyekti bu iqtisodiy jarayonlarda bevosita qatnashadiganlar, ular iqtisodiy jarayonlarga ta'sir o'tkazuvchilar, bu subyektlar hisoblanadi. Xo'sh, bozorning o'zining infratuzilmasi. Bozor infratuzilmasi nima? Bozor infratuzilmasi bu bozor aloqalarini o'rnatishda ishtirok etuvchi, ya'ni sotuvchilar va xaridorlarga xizmat ko'rsatuvchi institutlar, ya'ni firma va turli muassasalar. Endi institut deganda o'zimizning oliy o'quv muassasasini tushunmaymiz. Bu yerda kommentariya qoldirilyapti, endi fikr tushuntirish. Demak, turli muassasa va firmalar hisoblanadi. Bunga kasb uyushmalari ham kiradi. Kasb uyushmalarining bu mehnat bozoriga taalluqli, u bozorning keyinroq o'tib tushuntirib beriladi sizlarga. Demak, bozor iqtisodiyoti infratuzilmasi bu alohida bozorlar doirasida harakatlanuvchi va ularning me'yoriy tartibda amal qilishini ta'minlash bo'yicha ma'lum vazifalarni bajaruvchi o'zaro bog'liq ixtisoslashtirilgan institutlar yig'indisi. Bu kitobiy tildagi ta'riflaydigan bo'lsak, bozor infratuzilmasiga. Bozor infratuzilmasi institutlari bu bozor munosabatlarini amal qilishi, barcha bozor faoliyati turlarining muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlovchi korxonalar yig'indisi hisoblanadi. Bozor infratuzilma institutlari. Demak, bozorda iqtisodiy aloqalarda ko'pincha ko'pchilikdan iborat subyektlar qatnashadi. Bu aloqalar g'oyat qimmatli bo'lib, murakkab kechadi. Bular bevosita aloqalar va bilvosita aloqalardir. Endi tushuntirsam, bevosita aloqa va bilvosita aloqa. Bevosita aloqada sotuvchi va xaridor o'rtasida ikkalasi bir hech kim bo'lmaydi. Ya'ni qisqacha tushuntirsam, dallol bo'lmaydi o'rtada yoki makler deydi. Maklerni o'zingizlar bilasizlar. Sizlar kvartira topishingizga yordam oylik birinchi oylikdan pul olib qoladi. Bu o'rtadagi makler sizlarning sotuvchi, ya'ni kvartira egasi sotuvchi, siz esa xaridorsiz, o'sha kvartiraga turishga xaridorsiz. Bu makler o'rtadagi qatnashayotgan uchinchi tomon shaxs. Bu bilvosita qatnashyapti. Maklersiz topsangiz, bu siz bevosita qatnashgan bo'lasiz bu iqtisodiy bozor jarayoniga. Xo'sh, darsimizning birinchi qismi yozib bo'lindi. Ikkinchi qismda davom ettiramiz.